qozon patir yemasdan ketish xato bo'ladi. Assalomu alaykum. Feruza Najmiddinova YouTube kanalida yangi vlog va ayni damda vlogni ko'rib turganingizdek ma'mur shashlikni mashhur qozon patirlaridan boshlaymiz. Bu yerda eng zo'r qozon patirlar, eng zo'r va mazali shashlikda pishiriladi. Hozir sizga shuni ko'rsataman. Bir kunda nechta shashlik pishirasizlar? Sanamaymiz. Barakasi uchun. Ha, barakasi. Dadam ustozim aytganda, shashlikni sanading bo'lsan shashlik ichmassan degan. Shunday shashlik qilinadi, chiqiladi, yegani yeyiladi, qolgani qoladi bo'ldi. Bizga pul muhim emas, mehr oqibat, oshmoq ayni. Agar pul muhim bo'lganda bunaqa katta shashlik qilmasdingiz. Bir qulch keladi. Odamlarga nimaga bu sutni sarib pishadi deydi. Hammasi sut rangida. Chunki sut qo'zg'ashadi. Birinchi shashligingizni necha yoshda pishirgansiz? Odamzod necha yoshda esini tanigan bo'lsa, 6 yoshdan, 5 yoshdan o'shanda men dadamni o'tdim. Mana shu yigit inson, mana shu inson. Aytmayman kimligini. Bir kunda 2 mahal choyxonamga o'g'itdi, to'g'rimi? Ha? Lekin uyiga olib borib shashlik pishirishga ham qudrat yetadi. Lekin choyxonaga nima kerak deysiz ayting. Boshqacha. Bag'riga o'xshasa. Egasi ham o'zgargan yo'q, joy ham o'zgargan yo'q. Zominga kelib, qozon patir yemasdan ketsangiz, ishonyapsizmi? Qozon patir qozonda pishiriladi. Issiq, ichiga sariyog', toza sariyog' quyiladi. Sariyog' ham aynan mana shu suvni unda eriydi. Undan keyin patirdan ushatib, unga to'g'ri yo'l topay, sevgimni izhor aylab, doda yoqib bilni shod etay, sevgimni izhor tanlari zo'ri ham shu yerda. Direkt afsona tandir go'shti. Bizni tandirlar shu issiq sheyda pishadi. Biz tandirlarga faqat qo'chqor go'shtdan qilamiz. Qanday qo'chqor? Qo'zi qo'chqor mana bu. Katta bo'lmagan 30 kilodan 35 kilogacha bo'lgan qo'chqorlarni qilamiz. Undan pastidan ham, balandidan bo'ladi nimaga? Yog' kamroq bo'ladi-da. Mazasi zo'r bo'ladi. Tandir qarang pishgan. Necha soatda pishdi bu? Bu necha soat turdi? 1 soat 40 minut turdi. Hamma tandirlari zo'r. Endi boyagida yomon deyishga o'zi til ojiz. Albatta. Endi baribir ma'mur shashlikdagi alohida jihati. Shunday, buni yeb ko'rgan odam biladi, yemagan odam qayerda buni? Hali rosa qaynoq bo'lsa kerak. Asalda. Necha yoshingizda shunaqa choyxona ochaman deb gapirgansiz? Endi hamma narsa hozir aytaman. Eski bozor 95-yil, 94-yillar gaplari bozor bo'lardi. Onam pirash qiladi. Onam pirash qiladi, dadam shashlik qiladi yonda. Yurardim. Просто bir orzu bo'lgan shunaqa choyxonaga, bir xalqqa xizmat qilib, bir xalqqa duosini ochib, pulini emas. Dadangiz ham oshpazlar, lekin ularda choyxona bo'lmaganmi? Yo'q, uni payt bo'lmagan. Pirash qilgan ayam, dadam yonda shashlik qilgan. Shu boya choyxonada ayb deb yurganmiz. Xudo berdi mana 1 yilda. Men arendada ishlab yurganman, xudo xolisa mana 1 yilda berdi. Shuncha narsa qildik, Xudoga shukr. Otanam duosi bilan hammasi mana. Aynan shu retseptlarni Toshkentda borib qilish, Toshkentda joy ochish niyatingiz bormi yoki Endi rejalar yo'qmi? Endi kelajakda xudo xolisa bor. Chunki nimaga juda ko'p takliflar tushadi menga. Ko'p odamlarga shashlik pishirib beraman. Bormi? Ha, haligi ismi aytilmaydigan odamlar bor. Juda ham ko'p odamlarga kecha yaqinda ham pishirib berdim. Toshkentga ochaylik deb, yo'q. Xudo xolisa mana shu yerlarga asta bir rivojlantirib, joy-joyga tushirsam, bitta shaharda ham, bitta filial, qanday filialda. Bo'ldi, Zagotovka shehridan borib, faqat yoqda pishirib beriladi. Xullas kalom zominga kelsangiz, albatta mana shu ma'mur shashlikka kelishingiz sizdan chiqmasin. Haqiqatdan ham 10 dan 10 ball.